Mana bu ko'chani qaraylik, kengligini. Olmazor tumani Oximoboyevda bunaqa ko'chadan javob bunaqa narxga mana shunaqa shikarniy hovli topolmasalar kerak. Uyimizni real, sifat darajasi yuqori deydi-yu, mana shunaqa uylardan bittasi. 2 uy 7 sotuv maydonga ega. Uyimizning ichi полностью full bitgan. Zo'r narsalardan remont qilganman dedilar akamlar. O'zlari uchun remont qilib bitkizgan ekanlar. Hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra sotib o'tgan ekanlar. O'shanga sizlar uchun mana zo'r variant chiqdi deb o'ylayman. Xo'p, podolga holdan ham chiqsa bo'ladi, ichkaridan ham chiqsa bo'ladi. Ichlarini ko'ramiz, ko'p kuttirmayman. Mana bu ko'chani qaraylik, kengligini. Olmazor tumani Oximoboyevda bunaqa ko'chadan javob bunaqa narxga mana shunaqa shikarniy hovli topolmasalar kerak. Uyimizni real, sifat darajasi yuqori deydi-yu, mana shunaqa uylardan bittasi. 2 uy 7 sotuv maydonga ega. Uyimizning ichi полностью full bitgan. Zo'r narsalardan remont qilganman dedilar akamlar. O'zlari uchun remont qilib bitkizgan ekanlar. Hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra sotib o'tgan ekanlar. O'shanga sizlar uchun mana zo'r variant chiqdi deb o'ylayman. Xo'p, podolga holdan ham chiqsa bo'ladi, ichkaridan ham chiqsa bo'ladi. Ichlarini ko'ramiz, ko'p kuttirmayman. Uyga kirishimiz bilan sraz bilinadi, realniy, sifatli narsalar qilingan uyda. O'zingizga kelib ko'rsanglar, xudo xohlasa, ko'zingizlar bilan ko'rasizlar. Telefon unchalik yetkazib bera olmaydi. Xo'p, birin-bir tushuntirib ketaman. Kirishimizda prixojiy mebeldan ikkita tarafga qilingan. Bu yoqda va bu yoqda. Xohlasanglar bu yoqqa, xohlasanglar bu yoqqa. Keng prixojiy bundoq kirasizlarda kattagina holimiz bor. Eng zo'ri har bitta shkafda, spalnilarda ham hamma joyda Blum furniturasi qilingan, bilasizlar? Endi Blum eng qimmat furnituralardan va hamma emulsi hamma joyda bitek qilingan. Yaxshisi oshxona qismini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kattaligini qaranglar oshxonani. Zo'r chiqqan. Mana panoramli oynani qaranglar. Va shunaqa vid beryapti hovliga. Akamlar o'zi uchun qilganlar, pul ayamaganlar, shu kafellardan, mebel, elementarniy furnituralardan eng zo'rlarini qo'yganlar va har bitta xonaga konditsioneri shnuri bilan shlankasini chiqarib ketganlar. Bemalol kelib o'rnatsanglar bo'ladi, bez rozetka bo'ladi-yu, shundoq simini ulab qo'ysanglar bo'ldi. Xo'p, bu yoqda bitta общий sanuzol birinchi etaj uchun. Bu yoqda shkafli qilingan va kirmoq uchun joy ham tashlab ketganlar отдельно. Zo'r. Hamma narsani detalni o'ylab qilganlar. Bu birinchi etaj uchun spalniy xonamiz. Bu yoqda vstroyniy shkaflari bor. Har bitta xonada to'pli pol regulovka qilish uchun mana shunaqa datchik tashlab ketganlar. Mana shu yerdan regulovka qilib bemalol o'zingizlar xohlagan temperaturani qilasizlar. Mana bunaqa dekorativniy radiatorlar ham qo'yganlar. Bu yoqda orqa hovliga chiqadigan eshigimiz va birinchi etajdagi spalniy ichida mana shunaqa shikarniy sanuzol bor, qaranglar. Gap yo'q. Zo'r. Smesitlarni ham zo'rlarini qo'yganlar. Xullas, uyga kelib prosta ko'rishinglar kerak o'zingizlar nimalar qilingan, qanaqa qilingan. Sразу tushunasizlar, что realniy zo'r narsalardan qilganlar uyimizni. Bu katta bizning zal qismimiz. Pollarni ham zo'rlarini terganlar. Bu yoqda ham konditsionerlarga joylar tashlab ketganlar, buni ko'rsanglar bo'ladi. Eshiklar rangi ham vobshe boshqacha chiqqan. Seriy oq bilan har doim zo'r yarashgan. Podvalga keladigan bo'lsak, akamlar o'zi aytdilar, men podvalga kavralarni solib qo'yish niyat qildim dedilar. Chernovoy bo'lib turibdi, kavralan, anaqasi poli, bemalol kavralarni solib qo'ysanglar bo'ldi. Mana shu yetib ortadi va kotelniy qismi bor. Podvalimiz почти to'liq qilingan. Hop, birinchi etajni ko'rdik, ketdi, endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Mana qaranglar, balyasilarni takko железисini qilganlar. Zo'rini. Dizayn ham yomon chiqmagan. Menga rosa yoqdi. Xo'p, tepada bizda общий 3 ta xona, mana shunaqa katta hol bor. Bu yerga shkaf, knижный shkaf uchun joy qilgan ekanlar ikki tarafga. Ham takko mягкий zona qilib o'tiraman degan ekanlar o'zlari. Qaranglar, vidni. Zo'r. Patolkalar baland qilingan. Bu birinchi spalniy xonamiz. Bu spalniy ichida o'zini sanuzol bor. Master spalniy deymiz. Bu yoqdan shkaflar qilingan. Har bitta xonada radiatorlari ham bor. To'pli poldan tashqari. Bu yoq общий sanuzol ikkinchi etaj uchun.
Piyoda ikkita o'g'illariga detskiy xona qilgan ekanlar. Ikkita kravat uchun mo'ljallangan joy, stroyniy shkaflari. Xohlasanglar mana shu yerda ham bitta katta spalni qo'rsanglar bo'ladi. O'zingizlarning vkusingizga qarab. Bu xonamizning eng kattasi bo'lib turibdi, spalnilar ichida. Va yana bitta detskiy xona bor. Bu ham katta qilingan. Konditsioner bralaga joylab tashalgan. Stroyniy mebellari ham bor. O'zingizlarning vkusingizga moslab uyushtirib qo'ya olasizlar. Xullas, uyimiz zo'r. Hamma informatsiya opsiyanida narxlari bilan joylashgan joyi, shundoq mevazor anaqasi bor, magazini bor. Shunda mevazor magazin ro'paraslik mahallada joylashgan. Katta ko'chadan 100-150 metr kirganda juda ham zo'r lokatsiya. Infrastruktura вообще dahshat. Sezgan bo'lsanglar, bitta ham stalba yo'q. Hamma to'klar yerni tagidan o'tkazilgan ekan. Ko'chalar keng qilingan. Xullas, puliga zo'r hovli deb o'ylayman. Kelinglar, ko'ringlar, любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi. Hamma informatsiya opsiyanida telefon qilib ko'proq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bizani kuzatishga davom eting. E'tiborga rahmat. Sog' bo'linglar.